Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, aka-ukalar, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangi Qo'rg'on chorva mol bozoridamiz. Inshaalloh bozordagi narx-navolarni chiroyli ko'rsatib, ma'lumotlar beramiz. Akalar, bir donadan naqd qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Kim qayerdan kuzatyapti, kommentariyga yozib ketinglar. Bugungi sanamiz 31-may sanasi haftaning yakshanba kuni 2026. Bozorga juda ham ko'p buqachalar kirgan akalar. Xudo xohlasa bir qator ko'rsatib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Absimentalimiz savdo bo'ldi akalar hozir. Nech pul bo'lganini hozir bilamiz. Hormang aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savdo bo'ldimi aka? Nech pul qildi bozor? 31.5 ga 31.5 ga berilmadi aka. Nech pul narx aytyapsiz? 40 million kam bor. Necha oylik aka bu? 7 oylik buqa. Dolasa mana. Bozordagi narx-navolar akalar. Hech osmondan aytgani yo'q, dolasa realni bo'lgan narsalar. Hech oz-moz qushni beramizmi aka? Zotga olaman deganlarga. Zotga olaman deganlarga beramiz. Dolasa qoni zoti teyin aka. Nomer aytamizmi, aytmaymizmi? 90lik 509 2070 raqamiga akalar, mabodo qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Aka, nech pul savdo bo'ldi? Nech pul bo'ldi savdasi? 23. Nech pul aytyapmiz o'zimiz? 25 va aytyapmiz. 25. 22 million. Ha, 22 savdo bo'libdi akalar, 25 narx aytilyapti ekan. Zo'r. Naragi bilan deyarli bir xil akalar mana. Zotni babi farqi bor-da. Joning sog' bo'lsin. Aha. Anguslardan savdo qildingizmi? Assalomu alaykum. Siz ham maqboylik qo'lingizni shu. Nech pul qildingiz buni? 25 million. 25. Yaxshi narsa ekan lekin ha. Dolasi kelajagi borroq ekan. Haragisini 20 million. 20 ga 25 savdo bo'libdi akalar. Bunisi 20, bunisi 25. Endi o'zining holatiga qarab hammasi savdo bo'lyapti. Pochkaliklari ham zo'r aka. Nech pulga beramiz aka buni? Buni qo'shsa beramiz. Mashinasiga savdosi chiqsa qo'shilgandan beramiz. Aha, ustiga yurganiga beramiz ekanda. Bitta nomer aytib qo'yamizmi? Aytamizmi aka nomer? Yo sotib yuboramizmi? Sotib yuboramiz. Mayli aka, bozorni bersin aka. Zo'r. Mana bu yoqda mana gibrid. Hurmatli obunachilar. Zotga olaman deganlarga akalar ko'rib turinglar, mana bu yoqda zotbob buqalar chiqqan. Bularni ham ko'rsatib beraman. Aka, hormang endi. Savdo bo'ldimi? Nech pul aytyapsiz? 33 kam bor aka. Hali buzoq aka. Uzunligi yomon uzun ekan lekin. Bo'yinlari ham akalar yaxshigina rivojlanib qopti. 33 million so'm kami bor. Aka, 30 ni pastda bitadimi yo? 30 tepasida 30 larga bitib qoladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Tepasida deyapti akamiz endi. Mol ma'qul kelgan inson bitta aloqaga chiqib akamizni dedini bilasizlar-da. Nomer aytamizmi aka? aytamiz aka. Ayting aka. 94lik 94lik 131 131 1567. 1567 aka. Zo'r aka. Savdoyingizni bersin. Mana bu yoqda mana simental buqacha. Aka, necha oylik bu? 3 oylikka to'ldi. 3 oylikka to'ldi. Sutdan chiqdimi? Sutda sut bersa yemaveradi. Zo'r. Boshni ko'taringchi aka. Joning sog' bo'lsin. Mana. 3 oylik uzoq dolasa sut yemadi ekan. Sut berib boqsangiz ham bo'laveradi, chiqarib yuborsangiz ham bo'laveradi. Nech pul qildi aka bozor? 25 ga bermadingiz. Nech pul aytyapsiz aka? 28 kam bor-a? 25 ga oz-moz qo'shsa beramizmi? 25 ga ursa beramiz. Gap yo'q. Buni bizdan so'raganlar ko'p bo'ladi aka, nomerni berib qo'ysangiz aka. 97lik 97lik 811 811 30 40. Zo'r aka, bozoringizni bersin. Qaysi kanalda? Chorva market aka. Aha. Aka, nima bo'ldi bu? Savdo bo'ldimi? 22 million. 22. Bu sotildi. Bu ham ketdi-da. Zo'r. 22 million so'm akalar savdosi bo'lib, nech pul aytyapsiz aka bunga? 24 kam bor-a? Zo'r, oz-moz bilan ish bitar ekan aka. Zo'r aka. Mana. Akalar, narigini nimasi boshqa, buni yo'rig'i boshqa.
ikkalasi boshqa narsa, lekin rangi ro'ylar totali, lekin bu boshqa narsa-da. Endi bilgan biladi. Bitta nomer aytamizmi yo? Sotib olamiz a? Bittami ikkalasi? Bo'ldi aka, bozorni bersin. Xo'p, navbatdan giring xo'p. Buqamiz aka nech pul ekan bu? 35 kam bor. 35 kam bor. Bozor nech pul qildi aka? 27,5. Yaxshi. Mana 27 million 500 mingga bermabdi akamiz. Zo'r. Aka nech pul qildi bu qoravoyni? 23,5. Nech pul aytyapsiz aka bunga? 23,5 akalar. Yaqinroq qilib aytinglar, aka ish bitib ketadi. Nech pul bitta taqalganini ayting. 26 beraveradi, dehqonmisiz? Bo'ldi mana, dehqon akamiz haligi ishqivozi bo'lsa, dehqonni olaman deganlar bo'lsa, mana akamiz nomerini olib beramiz. Ayting aka. 94lik 139 9809 aka. Zo'r. Hali buzoqqa bu a? Zo'r aka, bozorni bersin. Mana, formalarni ko'ringlar. Xo'p. Ishqivozlariga, xunozini borlarga mana yo'lishdim. Bular o'ta zo'r variant. Semental bo'lsa yana yaxshi aka. Charchab qolmayapsizmi? Buni qoni tozami aka? Qon toza. Toza, xudolis tavsiya qo'yaveramiz azotga. Yo'q o'zim, molar ochirib bo'ldi. Ha, bu sinovdan o'tgan aka. Akalar mana sinovdan o'tgan. Zotga olaman deganlarga ko'ringlar mana. Akamizni bo'yidan ham baland ekanlar. Endi kalla tomoni, mana bu yelka tomoni akalar. 1.48-50 atrofida aka. O'lchanmagan, xudolasa. Endi bitta ko'rasizlar. 32 savdo bo'libdi, 37 narx so'rashyapti akalar. 32 ga ozmas qo'shsa bitadi aka. Yo, sal dadil qo'shish kerakmi? Hisoblayib berganmi 32 ga? Aha, tish buzgan? Buzgan yo'q. Hali buzog'a? Joning sog' bo'lsin. Mana. Endi yaxshilab ko'rsatib beraman-da sizlarga akalar. Buni olaman deganlar. Yaxshilab mana ko'ringlar. Bo'y bastlari zo'r. Bitta nomer aytib yuboring aka. 90lik 366 6788 aka. Zo'r. Mana bu yoqda mana targ'il buqamiz. Nech pul ekan bu buqa aka, ha? 35 kam bor. Qo'qib ketdimi? Qalaysiz? Charchamayapsizmi? 35 kam bor. Bozor nima qildi? 31,5 32 akalar savdo bo'libdi. Yerilgan yo'q ekan. Oyoq qo'llar juda baquvvat va akalar mana. Mashmolda olgan odam ham maza qiladi. Uzunligi hamma yo'g'i chiroyli narsa ekan. Korpuslari, ha bellari ham o'ta baquvvat ekan. Bitta nomerni aytib qo'yasizmi yo? 90lik 508 55 32. Bozorni bersin. Xo'p, mana bu yoqda akalar semirgan buqalar. Ularni ham bitta obzor qilib beramiz. Bular sizlardanmi aka? Baraka bo'ldimi? Sotladimi yo so'yladimi? So'yladi. Nech pul bo'ldi aka? 34 million 200 mana shuni o'zi, ha? Zo'r. Qaytga? Aka qassoblar mana. Akalarni taniganlar bo'lsa layklar bosib qo'yasizlar. Zo'r. Bunisini eshitmayapman bunisini. Orqalarini. Qarang. Taroziga ham yo shundoq bo'ldi. Zo'r. Barakasi bersin aka. Hormang endi. Charchamayapsizmi? Semental bu qo'yish quvozlariga mana. Aka zotda yurganmi, yurmaganmi? Zotda yurgan, ha? Garantiya. Qoni qanaqa? Qoni toza. Nechta bor aka? Ko'p kerak-da bizga. 8 ta bor. 10 ta ham qilib beraverasizmi? 10 ta bor. Bo'ldi, o'zingiz ko'rsatib bering. Yo'q. Nomerda siz o'zi ko'rgandek bo'lishadi. Bo'ldi, ayting. 94lik 94lik 499 0204. Ular 8 ta bor, 4 oylik, 5 oylik. Bitta limuzin ham bor 5 oylik. 4-5 oyligidan akalar mana shuni yoshligi, xudo xolasa. Bitta nima qilib qo'yib ketaymi? Dek ko'zimga qarata, ana kameramni nima qilib qo'yamiz aka. Mana shakamiz, xudo xolasa akalar. Aloqaga chiqib ko'raverasizlar.
Hozir mana bitta ko'rsatib beramiz. Akamiz telefonni ochyapti. Ishqibozlar telefon qiladi bunga. Mana. Voy mash. Akamiz juda tanti odam lekin. Bo'ldi aka hozir. Juda tanti inson akamiz. Faqat zo'riga ishqiboz, zo'rini yig'adi. Nech pulda endi bular aka? Yo'qsi yo'qmi? Например, endi 26-27 sero. 26-27 dan ketaveradi. Buni nech pul deyapmiz? 52 ham bor. Bozor nima qildi? Bozor 45 so'rashyapti. 45 ga bermadingiz-a? 46-47 larga ish bitib ketadi. Zo'r. Ish bitar ekan akalar. Bu qoni tekshirilgan yaxshi narsa ekan akalar. Ishqibozlarga tavsiya qilamiz. Hali nima desa bo'ladi? Tish buzmabdi, hali buzoq ekan. Xudo xohlasa ishqibozlarga tavsiya beramiz. Nomerni aytib qo'ying. 91lik 056 67 88 ha? Zo'r. Golishdan kimdan aka? Sizdanmi aka? Bo'y vahshi baland ekan ha? Mashalloh, joning sog' bo'lsin. Mana akalar. Bitta yonida turing aka. Mana, bo'yingiz necha aka? 1.75. Mana, ko'ringlar, o'ta bahaybat. Nech tish bu aka? 4 tish ha? Zo'r. Nech pul deyapsiz endi buni? 55 million. 45 qilyapti. Kami bor 45 millionga akalar berilgan yo'q ekan. Bu zotda yurganmi aka? Yo yemlanganmi? Zotda yurgan ha? Bu yemlansa juda nima bo'lib ketadi akalar lekin. Ha, yeniga qo'yib yuboradi-da. Zo'r. 45 ga bermaydi. Nomer qo'yib qo'yaylikmi akalar? Bozorni bersin aka. Taroziga ham sotiladimi? Taroziga. Nech pul? Nech pul aytyapsiz taroziga? 70. Zo'r aka. Bozorni bersin. Voy voy. Mana bu yoqda akalar. Semiz buqalar. Juda ko'p ekan lekin bugun bozorga yaxshi buqalar ko'p chiqibdi. Soyjon aka nima gap aka? Assalomu alaykum. Akalar, mard odam. Kimda moli bo'lsa aloqaga chiqursin. Nomerni aytib qo'ying. 90lik 362 27 23. Zo'r bo'lsa olaveramiz aka. Zo'r. Bozor qanaqa bo'lyapti taroziga? Bozor 60 dan 70 gacha. 60 dan 70 gacha. Zo'rlari 70, o'rtachalar 65 ha. Holatiga qarab. Zo'r. Akalar, hop, mana bu yoqda yaxshi buqalar bor ekan. Bitta ko'rsatib berak. To'g'ri dehqonchilikmi? Nech pul qilyapti bozor? 38. 38. Ha, so'kmadingizmi? 38 berasanmi shu zo'r molga-da? Yo'q, so'kina olmaymiz-da. Bozorda? Bozorda bu. Zo'r. Necha yil boqdingiz endi buni? 1 yil. 1 yil. 1 yil. Zo'r. Yaxshi bo'ldimi axir? Yaxshi bo'ldi. Gap yo'q. Ya, hozir bo'lamiz olamizmi mana? Akalar mana nech pul aytyapsiz endi bunga? 45 bersa beraveramiz. 45 ga berilaveradi. Taroziga ham qo'yib beraveramizmi? Nech pul taroziga? Hozir bilmaymiz-da biz. Yil qatori, ha? Yildan chiqilmaydi, ha? Yil qatori akalar. Mana. Molda bo'y basti zo'r. To'g'risi ozgina qorindorroqligi bor ekan. Lekin yaxshi. Endi qassobning qo'liga tushsa, bir oy tarbiyasini qilsa, yaxshi mol bo'ladi akalar. Xo'sh. 45 ga berib yuboramiz, ha? Zo'r, nomer bormi? Qo'yib ketaymi? Yo'q ekan, ha? Mayli, bozorni bersin. 99lik 990 68-72. Akalar bo'ylari 1.40 dan ziyod. Orqalari 1.50 xotirjam chiqadi. Mana shu mol yapaloqligi zo'r. Taroziga chiqib qoladi 700 u yoq bu yoqda akalar. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Savdo bo'lyapti mana bu yoqda. Hormanglar akalar. Nech pul bo'lyapti aka? 31 tavakkal. Oldir aka. Mana golishdimi aka? Ha, qara. So'rang aka. So'rang aka.
Mana shimol akalar savdo bo'lyapti. Bor baraka. 31 million so'm savdo bo'lyapti. Bor baraka. Uxlamiz akadiga. Bor. Bor. Savdo bo'lyapti aka. Bor baraka. Zo'r. Uxlamiz. Ola. O hormaylar. Mana bu yoqda semiz buqalar. Kimdan ekan bu? O naryoqlarda aka. Mana semiz buqalar akalar zo'r chiqdi lekin bozorga. Semiz buqalar yaxshi chiqibdi. Mana bu yoqlardan bitta olib qo'yamiz. Bu kimdan ekan akalar? Sotilibdi aka. Sizdanmi aka? Sotildimi? Nech pulga? 70. Taroziga 70 dan. Tortilgan yo'q hali. Nech pul bo'ldi shunda? 70. Eko. Ha, jupa dengda, jon aka. Nima bo'lyapti? Akalar jupa mana bu bilan, bu yoqda mana sherigi bor ekan, 35 dan 70 aka. Mana ikkalasi 70 million so'm bo'libdi. Qo'yoq suyg'anda. Balki 36 ga 34 da. Shunaqa. Bunisi nimaroq ekan, dadal ekan. Taroziga ham aka savdo bo'ldimi? Nech pul qoldi taroziga? 69, 70, 68 so'rashyapti. Ha, so'radi, shuni haqsizdan, ha? Bermadingiz. Zo'r. 70 million so'm akalar baraka bo'ldi. Olgan odam ham, sotgan odam ham maza qilsin. Baraka topsin. Bu dehqonchilikmi aka? Ha, foydalanishga. Zo'r. Barakasi bersin. Hurmatli obunachilar, sotilgan narxlarni bir qator tanishtirib o'tamiz. Aka, nech pul oldi mana ikkalasi? Olalar 15 dan bo'ldi. 15 million so'mdan buqachalar akalar mana olalari. Narigisi aka? 13 bo'ldi. 13. Bunisi ham 15 bo'pti akalar mana. Где-то bir 6-7 oylik atrofidagi buzoqchalar. Aka, nech pul oldi bu qisir? Ya bo'g'ozmi u? Aka, nech pul oldi bu? Buqamiz, voy boy aka. 16 million bo'pti akalar. Zo'r. Olganga ham, sotganga ham barakasi. Aka, oldingizmi? Nech pul? 18,5 bo'pti mana pora. Qora terisidan edi. Mana qo'chqochalar qaranglar. Voy joni so. Nech puldan bo'ldi aka? 41 dan. To'rttasi bir joyda. Nech pul oldi tog'ajon? 38. Zo'r bo'pti. Sog'liqmi qo'chqormi? Sog'liq ekan bu mana. Sog'liq ko'paysin. Akalar, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangi Qo'rg'on Chorva bozorida sotilgan va qaytgan mollar bir qatorchilarga tanishtirib o'tamiz. Sigirlarimiz chiqyapti. Sigir nech pul oldi aka, sigir? Aka, sigir nech pul oldi? Bolasini yemizib qo'ymoq aka. 35 million 500 bo'pti akalar. Aka, nech pul oldi bu? Aka, bo'g'ozmi? Qisir, nech pul oldi aka? 23 million so'm. Zo'r. Aka, bo'g'ozmi bu? Qisir, nech pul? 22 bo'pti. Aka, buqa nech pul oldi? Bu 18 bo'pti mana shu buqa. Zo'r. Iloji boricha buqalar ko'rsatib beramiz. Biz obunachilar buqani nima qilishadi? Hojbo, nech pul oldi bu buqa? 16. Bunisi-chi? U ham 16. Aka, nech pul oldi aka, ha? Nech pul bo'ldi aka bu? Bilmay qoldingizmi? Bo'ldi aka. Akamiz yordam qilishyapti-ku. Qo'ylarni ham bir qator olib beramiz. Aka, qo'chqor nech pul oldi? 12. 12, jup 12 bo'pti. Mana, qo'chqor ishda. Jup 12 bo'pti. Jupaga 12.
Anaqangi mollarni ishqibozlari ham kelaveradilar. Yangi Qo'rg'onni bilasizlar akalar, asosan sigir yo'nalishi juda ham oldinlab ketgan. Dolasa sigirni zo'rini olaman deganlar kelaverasizlar. Nech pul oldi aka bu? 35 million so'm. Mana bolasi akalar. 35 million. Voy maşallah, qo'ylar. So'yishgami aka bu? So'yishgami? Oldik so'ya. Nech pul aka? Nech pul? 8 dan bo'pti. 16-24. Ikkitasi. Maşallah. Zo'r ekan ama hammaga nasib qilsa mana shunaqa qo'ylarni boqish. Bu yoqda mana kichikroqlari. Nech pul bo'ldi akaxon? Nech pul bo'ldi bu? 12. 4 dan ekanda 12 million so'm. Zo'r. Xunojillar nech pul bo'ldi aka? 31. 15,5 dan akalar. 16 ga 15. Bu qancha nech pul oldi aka? 17 million 200. Joni sog' bo'lsin. Angus devorayman. Voh, jonivor. Sigirni bolasimi aka bu? 17 ga. Maşallah. Nariga akalar 17 million 200, bu 17 mana. Kelajagida aka mana zot o'shancha pulda 17 bo'pti aka. Semental bo'lganda o'sha 27 bo'lardi. Kurashma. Xunojin nech pul oldi? Aka. 10 million so'm. Gap yo'q. Yaxshi sigir qilib oling aka. Davom etamiz. Oh. Bor aka. Hoji buva nech pul oldi bu? 34 bu. Qo'chqormi? 34. Zo'r olibsiz. Alloh barakasini bersin. Arqonga tushmaydi, endi bo'ladi, o'shiradi. Ozgina erkalik qiladi. Davom etamiz. Aka bu qachami? Nech pul bo'ldi? 16 million 400. Zo'r ekan ama, oyoqlar baqvat ekan. Jonivor mana 16 million 400 bo'libdi aka. Aka nech pul oldi sigir? 20? 24. 24 million so'm bo'libdi mana. Voy maşallah. Akalar Jamol Permerda xunojillari hammasi bir joyda baraka bo'ldi. Dolasa 248 million so'mga baraka bo'ldi. O'rtasi 248 million ha? O'rtasi. Xudo xolasa 5 tasi shu pul bo'ladi. Inshaalloh borib bormay. 1 yilga borib bormay. Shu bilan yakunlayveramiz. Dolasa laklar bosib qo'yinglar mana. Abroruzdan yaxshi gap bo'ldi, dolasa. Gapirib qo'ygan bilan akalar sababini qilmasak bo'lmaydi. Yaxshilab o'sha qarovini qilish kerak. Aviyoqda novoslar ko'ringlar. Bozor zo'r bo'ldi bugun. Qonlar chiqdi. O, abjoq bor ekanmiz mana. 20 metr. Qon olyapti.